Bepushtlik yoshlarda juda ham ko'paygan, sabablar juda ham ko'p. Birinchi sababi varikatsiyali, ya'ni tuxumdonga keladigan tomirlarning shishishi yoki arxit tuxumdonning shamollashi yoki pardasining shamollashi, gidrotseli vodyanka deyiladi, yoki prostata bezining shamollashi. Yoshlar ko'pincha hozir Rossiyada qizlarga fohishalarga boryapti. Berezinka, gonoreya, sifilis, uroplazma va boshqa kasallar yuqtirib kelyapti. Vovвремя agar lecheniya olmasalar, asosan bepushtlikka olib keladi. Undan keyin gormonal narusheniya, har xil tabletkalar ichgan sababi asosan u ham bepushtlikka olib keladi. Kriptorxizm, ya'ni tuxumdonlar maydarib ketishi mumkin, shu o'z joyida tushmay, boshi yuqorida bo'lishi mumkin. Semiz odamlarda ham asosan bepushtlik bo'lishi mumkin. Sigaret, tamaki chekadigan odamlarda, spirtli, narkotik ko'p chekadigan odamlar asosan buni bepushtlikka olib keladi. Mana shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Sababini hammasini aytib o'tdik. Uning uchun hozir yoshlar nima qilish kerak? Uylanishdan oldin birinchi analiz topshirish kerak. Infeksiya viruslarga analiz topshirsin, gormonlarga, gormonal narusheniyaga, gormonlarga infeksiya topshirsin va spermogramma, spermaning urug'ini ham ko'rishimiz kerak. Yoshlar ko'pincha ham shunaqa problemalar bo'lyapti. Yoshlarda kelib analiz topshirsa, biz atvetni olib, misol nazarchidan tavbat qilgandan keyin uylansa bo'ladi. Ehtiyot bo'linglar. Mana shu videoni ko'pincha yoshlarga tarqatinglar.